Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Facebook va video tagidagi nomni o'qigan bo'lsangiz, bugun men bosslarga qarshi jang qilaman. Bizning birinchi bossimiz esa mana bu bo'ldi. Ya'ni pillagerlarning jangovar tanki. Mening bronelarim esa mana bunday sehrlarga kuchaytirilgan. Protection 4 hamma bronya. Qilichim mana shunday sehrlar, qalqon esa unbreaking. Xullas mana shunday sehrlar. Kim sehrga tushunmasa, sehrlar haqida ham bitta video chiqarishim mumkin bemalol. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Go. Xo'sh, akalar, mana hozir pastga tushamiz va mana unga qarshi jang qilamiz. Mening bu bronelarimni o'ylashimcha bu easy peasy bo'ladi. Mana senga, mana senga, mana senga, mana senga kam voy yaramas. Mana senga, mana senga, mana. Ana do'stlar, bu ajoyib bo'ldi. Juda ham easy measy bo'ldi. Bo'lmasa bizning keyingi raqibimiz golem bo'ladi. Bu hali holva. Hali video oxirida Warden bilan ham jang qilamiz va bu bosslarni bir-biriga ham qarshi urishtirib ko'ramiz va unda Wizard skeletlar va xullas shunaqa narsalar bilan ham jang qilamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, akalar, mana men golemni qo'yib oldim. Qani bo'lmasa u bilan ham jangni boshlaymiz. Va golemjon, tayyormisan? Bu yaramas. Bu ancha qarshilik ko'rsatyapti. Yo'q, mana senga. Mana golem sal qiyinroq bo'ldi, lekin uni ham amalladik. Mana buni jang deydi do'stlar. Juda ham zo'r. To'g'ri, jang juda ham tez tugatgan bo'lishi mumkin. Asosida ehtiyot bo'ling. Easy peasy bo'layotgan bo'lishi mumkin, ammo Warden qancha buni video davomida bilib olasiz. Shuncha like bosing, obuna bo'ling va keyingi videolar ham o'tkazib yubormang. Qani bo'lmasa keyingisiga go. Xo'sh, akalar, mana men 10 ta Wizard skeletni ham qo'yib oldim. Bular juda ham xavfli, juda ham ko'p jon oladi. Mayli. Go. Bo'lmasa ular orasiga tushdik. Yo'mayo. Bittasiga 2 ta minus, 3 ta minus, 4 ta minus. Qoch. Qani bosamiz. Voy, bu mana senga. Buni sengizga. Mana senizga. Nima uchun yondirmayapti desanglar, bular olovga chidam yaramas oxirgisi. Qiyin bo'ldi. Mayli, farqi yo'q. Yaramaslar. O'limidan so'ng ham jon olyapti. Mayli, o'qitlarni ha va ulardan chiqqan musullarni yig'ib olamiz. Tak. Keyingi bossimiz esa Warden. Ha. Bo'lmasa qani go. Xo'sh do'stlar, mana uni paydo qilib oldim. Yoniga o'chamiz, olmadan yeymiz. Va jang boshlandi. Mana senga Warden. Mana senga var. Voy, yaramas. Hozir boradi. Masalan, barboy. Tushunursin. Warden bunchalik qudratli bo'ladi deb o'ylamagandim ham. Mayli. Ovqatdan yeymiz. Oltinlarda. Voy, mana senga. Jinosi. Yo'mayo. Yo'q, qalqon. Yo'q, ikkinchi marta o'ldirdi. Ikkinchi marta. Tushunsin. Bu juda ham kuchli bo'lsa ekan borku. Akalar, bunga qarshi men tura olmayapman. Ko'zim qorong'ilashtirib. Voy, tashab. Qoch. Qochamiz. Tez yuguradi, yaramas. Voy. Yaramas. Qoch. Voy! 4-chi marta o'ldirdi. Yaramas. Hozir joyi beraman. Obunachilar, Warden shunchalik qiyinki, uni bunday bronyalar bilan ham yutib bo'lmayapti. Ko'rdinglar, golemlarni easy yutib tashadi bunday bronyalar. Lekin Wardenning oldida ojiz. 5-chi marta bo'ldi. Warden yaxshigina qiyin bo'lyapti. Bronyalarni kishi bo'lmadi. 6-chi marta o'ldim. Tushunarsan, bu safar esa hatto jang qilishi ham mumkin emas.
uzr akalar so'kinib yubordim. Sakrab qochib. Yo-mayo, 7-marta. Buni joni tugaydimi o'zi? Yo-mayo, qoch. Juniorson bu zarbasi Warden'da juda ham kuchli ekan. 8-marta. Bu o'yladimi yo'qmi? Orta birinchi navbatda qalqonda qolamiz. Olmani yeymiz. Mana senga. Nihoyat! 8 marta o'lib o'ldirdim. Juniorson akalar bu boss haqiqatan ham juda ham qiyin bosslardan ekan. Mayli. Undan esa mana shu narsa berdi. Kim bilmasa buni tarix bor. Qarchi, mana shu blok tasodifan yaralgan va bu rivojlanib o'zini boss ichiga yashirgan hisoblanadi. Buni yonida o'tsang qanaqadir nayzachalari, qarchi o'simliklarni paydo qilish kerak, yana bilmadim. Xullas shunaqa. Qani bo'lmasa endi bosslarni urishtiramiz. Ana endi go. Xo'sh akalar, men golemni qo'yib oldim. Endi monlardan qo'yaman, ya'ni kim bilmasa bular tank 2-3 tasini qo'yaman. Chunki golem bulardan ancha qudratliroq. Voy, golemga qo'yib tashlashyapti. Uni bittasi minus. Ye. Bitta. Qani, voy, yaramas. Mayli. Sizlarga qarshi 2 ta golem bor. 2 ta golem, sizlarga ishonaman. Davay. Yoy berlar. Yoy ber, golem, senga ishonamiz. O'l. Voy, golem yoy berdi. Anaqa nechta udarlik joni qolgan ekan. Xo'sh, ko'ramiz nechta udarlik joni qolgan ekan. Bitta udarlik joni qolgan ekan. Mana hech qanaqa menda sila yo'q, kuch yo'q. Golem deyarli yutgan ekan. Mayli, bo'lmasa endi Warden urishtirib ko'ramiz. Hozir Wardenni tuxumini olay. Mana. Xo'sh akalar, mana Warden ancha-muncha qudratli ekan. Ko'rdik, 8 marta urishga to'g'ri keldi. Mana shuncha golemga bitta Warden. Yo'y berdi golemlar. Men Wardenga ishonaman. Lekin yoy beradi. 2tasi minus. 3-inchisi ham minus. 4-inchisi ham hozir minus bo'ladi. Akalar, sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu kanal uchun motivatsiya. Agar ko'proq like va obuna bo'lsanglar, men ehtimol kompyuterga ham o'tarman. Qani bu yoy ber. Yoydi. Warden! Молодец. Sen молодец. Sen hech qaysi bo'zga olmay, men seni oldim. Nizet qilishdan ketdim hali. Tak. Xo'sh akalar, bugungi videomiz sizlarga qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Qiziq bo'lgan bo'lsa like va obuna bosing. Meni qo'llab-quvvatlang. Bu bizga motivatsiya. Va videoni ham ulashishni unutmang. Bo'lmasa, sizlar bilan men Fate bo'ldim. Hayır.